Barchangizga salom do'stlar, sizlar bilan Super Daromad kanali do'stlar. Bugungi videomizda ajoyib bitta Telegram bot orqali o'sha sarmoyasiz pul ishlash ko'rib chiqamiz do'stlar. Albatta do'stlar, Telegram mana bu Super Daromad YouTube kanalimizda biz 1000 ta obunachiga erishdik. Albatta buning uchun hammangizga kattakon rahmat aytaman. Albatta keyingi maqsadimiz esa albatta 2000 ta obunachiga erishish. Albatta shuning uchun qo'llab-quvvatlab, podдержка qilib turasizlar degan umiddaman. Albatta 2000 ta obunachiga ham shu yil erishamiz degan umiddaman. Albatta videolarga o'sha like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar, yangi kirgan odamlar bo'lsa. Albatta do'stlar, o'sha ko'rsatmoqchi bo'lgan botimni silkasi albatta shu videoning opsiyasida bo'ladi do'stlar. Keyinchalik mening Telegram kanalim ham bor. Telegram kanalimda o'sha o'yinlar, to'lovdagi botlar, o'shalardan pul chiqarsam men Telegram kanalimga cheklantirish boraman. Telegram kanalimning silkasini esa mana bu yerda mana bu yana degan bosib o'sha kanalimning biosidan olishingiz mumkin bo'ladi. Telegram kanalimda bios qo'yganman. Endi hozir do'stlar men o'sha botga o'tib olaman. Va mana do'stlar, men o'sha botga ham o'tib oldik va bu botimizning nomi Energy X Game deb nomlanadi, ya'ni game deb nomlanadi. Bu botimizda o'sha sarmoyasiz, ya'ni mining qilib pul ishlab boramiz do'stlar, lekin albatta bu botimiz hali sinovda. Ya'ni USDT mining qilamiz, sinovda hali bu botimiz. Albatta bu botga start bosib, bu yerdan Energy Start Run'ni bossak, bizga botning pul ishlash oynasi ochiladi do'stlar. Ko'rishingiz mumkin, mana shunday oyna ochiladi va bu yerda o'sha mining boshlanadi va biz kirishimiz bilan botga kirishganimizda bizga mana bu balansimizda 0 turgan bo'ladi va mana bu 1 GHz, ya'ni o'sha USDT qazib olish tezligini beradi. Albatta do'stlar, endi mana bu pastda 5 ta bo'limni tanishtirib chiqaman do'stlar. Bu yerdan birinchi bo'lim bu tranzaksiya bo'limi, ya'ni tranzaksiyalarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Missiya bo'limi orqali biz bu yerda har xil vazifalarni bajarib, yana qo'shimcha daromad, ya'ni qo'shimcha mana bunda GHz, ya'ni o'sha GHzdan olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, mana bu yerda masalan Telegram kanaliga podpiska bosganimiz uchun 0.25 GHz, keyin mana bu yerda yana o'sha 0.1 podpiska uchun post Telegram birdan 25 GHz gacha berar ekan. Va bu yerda referal taklif qilsak ham, masalan 10 ta referal taklif qilsak 2 GHz, mana bunday 50 ta taklif qilsak 5, 100 ta taklif qilsak 8, 250 ta taklif qilsak 25. O'sha bu yerdagi o'sha referal taklif qilib ham missiyani bajarib, yana o'sha qo'shimcha tezlik sotib olish, ya'ni tezlik olishidan mumkin bo'ladi albatta bepul. Keyin mining bo'limi orqali o'sha biz mana bu yerda mininglarimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Keyin druziya bo'limi orqali biz o'sha referal taklif qilishimiz mumkin bo'ladi do'stlar va chaqirgan referallarimiz esa bu yerda mana o'sha ishlaganlaridan 10% bizga ham foyda kelib turar ekan. Keyin nastroyka bo'limi orqali biz o'zimizning nastroykamizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Pul chiqarishda esa albatta mana bu yerda podключить кошелек ustiga bosib o'sha BEP20 USD adresimizni tanlab qo'yishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Keyin o'sha mining bo'limiga o'tamiz. Masalan, depozit kirishlari mumkin, lekin albatta bu hali sarmoyasiz to'lab beradimi, bermaydimi unisini bilmayman do'stlar. Shunchaki endi bu bot sinovda do'stlar. Hali o'sha endi sarmoyasiz pul ishlasa bo'ladi deb tashlashgan bir Telegram kanallarni ko'rganman, lekin albatta hali bu sarmoyasiz to'lab beradi deb ayta olmayman. Shuning uchun ham tavakkal shu oddiy video qilib chiqaryapman. Bu yerdan sabratni bossak, minimalniy o'sha balansga o'tkazish esa $1 ekan. Va bu yerda reinvestitsiya qilishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mana shu to'plagan USDT'mizni o'sha botning o'ziga yana kuchaytirib olishimiz mumkin bo'lar ekan do'stlar. Minimalniy pul chiqarish esa adashmasam hozir ko'ramiz. Bu yerda summani yozamiz, o'sha vivotni bosamiz pul chiqarish uchun. Bu vivotni bosganimizdan keyin minimalniy summa vivot $5 ekan. Summani yozilsa va bu yerdan продолжitni bossak, summa ko'rishingiz mumkin, o'sha B20 ekan va o'sha bizning hamyonimiz aytib o'tgandek nastroyka bo'limida ulanib turadi va o'sha bu yerda ko'rish mumkin, summa $5 yozsak komissiyasi 5% bo'lar ekan va обработка tranzaksiya составление от 30 minutdan 24 soatgacha cho'zilar ekan, ya'ni to'lab berish vaqti. Albatta do'stlar, bot hali sinovda to'lab beradi deb ayta olmayman.
bu yerda Telegram kanallari va bu yerda boshqa o'sha gruppalari ham bor, poddershkasi ham bor bu yerda. Mana bu yerda poddershka deb yozib qo'yibdi, ya'ni admini bu botning o'sha adminiga ham aloqaga chiqib o'sha savollar bo'lsa bemalol savollarga javob olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Albatta do'stlar, bu botdan ham o'sha minimalkasi yig'ilganda pul chiqarib video qilaman. Agar to'lab bersa video qilaman, to'lab bermasa video qilmay qo'yaveraman do'stlar. Albatta do'stlar, bu botimizning silkasi albatta shu videoning opsiyasida bo'ladi do'stlar. Opsiyadagi silkalar hali ishlamaydi, shuning uchun Telegram kanaliga o'tib Telegram kanalidan bu botning silkasini olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa videoga bitta like yozib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang.